Ular o'zi hamma xodimlarga ogohlantiradi. Maosh hadayam deb va'da beradi. Yana shug'ul qilib haydab qo'yadi moshani. Kerak bo'lsa uydagi ona izorini qo'yniga ham qarab o'tirmasdan qamash kerak bunaqalarni. Yetmaganigacha izohlarda odamlar yozishibdi. To'liq zarari qoplab berilsin, nechidir yil mobaynida oilasiga moddiy yordam berilsin deb. Sizlar ahmoq emasmisizlar? Odamning hayotini qanaqadir moddiy yordam berish bilan o'lchashmasmi bu? Menimcha, sal oldinroq bu ish oddiygina yo'l harakati qoidalarini buzish sifatida ko'rilgan edi. Ya'ni jarima, qoidabuzarlik. Lekin natijasi oddiy bo'lmadi-ku. Nima bo'ldi? Inson o'limi. 7 yilmi, 10 yilmi, 15 yilmi, gap faqatgina raqamlarda emas. Gap biza qachon shu rulga o'tirgan odamlarga bu o'yin emasligini, o'yinchoq emasligini tushuntirishimizda. Marhum Hosilbek Eshnazarovning 3 nafar farzandi bor edi. Katta farzandi endigina 6 yoshga kirgan ekan. Endi u farzandlar kimga adadiydi? Ayoli kimga suyanadi? Hosilbek Eshnazarov uyga qaytish kerak edi. Lekin qaytmadi. Hosilbek Eshnazarov oilasiga chuqur hamdardlik bildiramiz. Oila a'zolariga sabr tilaymiz. Alloh marhumni joyini iloyim jannatdan qilsin.